Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar. Bugungi laboratoriya mashg'ulotimiz 8-sinf kimyo darsligidagi 6-laboratoriya ishi. Mavzu: galogenlarning birikmalari eritmalaridan bir-birini siqib chiqarish. Laboratoriya mashg'ulotini virtual tarzda olib boramiz. Buning uchun bizga 2 probilka kerak bo'ladi. Reaktivlardan natriy bromid, kaliy yodid hamda xlorli suvdan foydalanamiz. Dastavval ishimizni natriy bromid hamda kaliy yodid eritmalarini hosil qilishdan boshlaymiz. Birinchi probilkamizga natriy bromid tuzidan solamiz. Natriy bromid tuzimizdan 2 gram solamiz. Ikkinchi probilkamizga kaliy yodid tuzimizdan solamiz. Kaliy yodid tuzimizdan ham 2 gram solamiz. Eritmani tayyorlash uchun ustidan suv quyamiz. 8 ml suv quyamiz. Ikkinchi probilkamizga ham suvni quyib olamiz. Mana aziz kuzatuvchilar, 2 tuzlarimizni eritmalarini hosil qilib oldik. Endi xlorli suvlarimizni har bitta probilkamizga quyib chiqamiz. Birinchi probilkamizga xlorli suvni qo'shganimizda natriy bromid xlor bilan reaksiyaga kirishib, natriy xlorid hamda bromni hosil qiladi. Eruvchanlik jadvali qoidasiga ko'ra, davriy sistemada joylashgan elementlar o'zidan keyingi joylashgan elementni eritmalardan siqib chiqara oladi. Demak, bu yerda ham xlor bromdan oldinda joylashganligi uchun bromli eritmadan bemalol siqib chiqara olyapti. Ikkinchi probilkamizga ham xlorli suvimizni quyib olamiz. Ikkinchi probilkamizda ham kimyoviy jarayon amalga oshdi. Kaliy yodid xlor bilan reaksiyaga kirishib, kaliy xlorid hamda yod ajralib chiqdi. Demak, xlor yodni birikmalaridan ajratib chiqardi. Bugungi amalga oshirishimiz kerak bo'lgan tajribamiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.